Assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan kerakli ilovalarni, yarliklarni qanday qilib rабочий stolga o'tkazishni, ya'ni chiqarib ketishni o'rganamiz. Misol uchun, biz doimiy ravishda Telegramdan foydalanamiz. Lekin Telegram ilovasini o'zini yarliklaringiz joyda bo'lmagan holatda ko'pchilik poyezd qismiga Telegram deb yozib, undan so'ng atrit tugmasini bosishadi. So'ng sizlar bilan ilovalarni, yarliklarni qanday qilib rабочий stolga chiqarishni o'rganib olamiz. Buni bir nechta usullari bor, shulardan birini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda o'zingiz rабочий stolga chiqarmoqchi bo'lgan ilovani nomini kompyuteringizning poyezd qismiga yozishingiz kerak bo'ladi. Va kerakli ilovani topganingizdan so'ng bu qismidan перейти к расположению файл degan qismini tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Ochilgan oynadan eng to'g'ri yo'l qanday qilib chiqarish tavsiya qilinadi? O'zingiz tanlagan ilovani ustiga mishkani qo'yib, o'ng tugmasini bosamiz. Va undan so'ng yozuvlar ichidan отправить so'zini topamiz. Отправit'ni topganimizdan so'ng o'ng tomonda mana ko'rib turganingizdek рабочий stol so'zda yarlik qismini tanlashingiz kerak bo'ladi. Yana bir maslahat, agar siz Windows 11 ishlatadigan bo'lsangiz, bu oyna sizda ko'rinmasligi mumkin. Sizda chiqqan oynada дополнительный qismini bosadigan bo'lsangizgina shu oyna sizda ochiladi. Ishlatmoqchi bo'lgan ilova yarliklari sizning ish stolingizga mana o'tkazib qo'yildi. Bundan ham tezroq ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.